Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, boshlangular xayirli va barakali bo'lsin. Bizning keyingi lokatsiyamiz shu Yangiariqtoy, ya'ni Qo'riqtoy mahallasi, Yangir qishlog'ida bo'ladi ekan. Sizlarga ferma deymiz, ya'ni Sharaf Rashdov ko'na eski mineral o'g'it omborxonasi sotiladi ekan. Ko'rib turganingizdek, ishonimiz safo chiqqan. Endi ko'pchilik biladi, baribir katta odamlar berni 1000 kvadrat metr bo'ladi, noturar bo'ladi ekan. Bu yerda eng qizig'i do'stlar, gazdan, svetdan hech narsadan muammo yo'q. Bu tarafda aholi yashab o'tibdi. Endi bu yerlarni menimcha ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun yana bir aytib o'tamiz. Bu yerda to'yxona yo'q. Agarda siz to'yxona qilaman desangizlar ham, bundan bir narsa planlashtirib bersangizlar ham bo'ladi. Normal daromad ko'rsangizlar bo'ladi yana. Do'stlar, ko'rarsiz. Endi bunda yana qo'shlari gazga tutdi. Uni ham eslatib o'tali. Xudo xolasa, undan muammo yo'q. Yana to'qamga tutdi eldina. Ko'rib turganingizdek, bu taraf ham ochiqlik havoli yerlar bo'ladigan boshlanib haddi bo'ladilar. Silikatdan bo'ladi ekan. Zdaniyamiz bemalol o'zingizdan ana xohlasizlar sal kengaytirib bersangizlar bo'ladi. Ko'rarsiz bu tarafdan. Mana qarang, ichki tarafini ko'rsatamiz. Shiviller bilan bosilgan bo'ladi ekan do'stlar. 18 metrlik dedilar bu yerni. Ko'rarsiz. Mana bemalol sklad qilasizmi, masalan bir yemxona qilasizmi, o'zingiz zamonni planlashtirasiz. Lekin bu yaqin arada to'yxona yo'q dedilar, to'yxona qilib bersangizlar ham bo'ladi ekan do'stlar. Gaz, suv, svet hamma narsa bor. Bahosini keladigan bo'lsak 200 million so'mda tutdilar do'stlar, lekin chotki baho sotib olishlaringizni tavsiya etaman. Bemalol videomizni do'stlarga qarindoshlarga jo'natib qo'yish yoddan chiqmasin. Ekranda egasini telefon nomeri ham oladi. Bemalol bog'lanasiz. Silikatdan bo'ladi. Zdaniyamiz aytdik. Bemalol yonboshlandan haddi bor ekan. Güzel zamanla görüp tekshirib xarid qilarsiz. Mendan ko'rsatib berish. Videomizda yaqin do'stlarga ulashib qo'yish, yoddan chiqmasa 200 million so'm kerak adam yerlari bor. Bunda yana Wi-Fi'lar ham kelib tutdi ekan beri eng qizig'i.